Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugundan sizlar bilan monoduraga oid masala tahlilini boshlaymiz. Monoduraga o'zi nima? Bir juft belgisi bo'yicha farq qiladigan organizmlarni o'zaro chatishtirilish jarayoni bu monoduraga chatishtirish deb ataladi. Demak, birinchi masalamiz. Qora ko'l qo'ylarda juni qalin bo'lishi. Demak, qalin. Dominant, yupqa, retsessiv ekan. Endi heterozigotalilar o'zaro chatishtirildi. Ya'ni heterozigotlar mana bu holatda yoziladi. Bundan ikkita gen tushadi. Bundan ham ikkita gen tushadi. Endi buni o'zaro chatishtirsak, dominant gamazigota, dominant heterozigota, dominant heterozigota va resessiv gamazigota. Umumiy avlodimiz soni 4 ta, umumiy 100%. Bizda heterozigotalilar necha foiz deyapti? Ikkitasi 50%. Mana ikkita heterozigota turibdi. Birinchisi va ikkinchisi. Keyingi masalamiz tutqichlarda patin yashil bo'lishi dominant ekan. Yashil dominant, havorang retsessiv ekan. Endi A genining tarqalishi 0,6 deyapti, kichkinasi esa 0,4 ekan. Bu masala populyatsiya genetikasi tegishli aslida, lekin monoduraga chatishtirishga masalalar orasida bor ekan. Endi heterozigotlar o'zi chatishtirildi. Endi bundan gameta olsak. Endi kattasi 0,6 ekan. Kichkinasi 0,4 ekan. Uni chatishtirganimizda dominant gamazigota, dominant heterozigota, dominant heterozigota va resessiv gamazigota. 0,6 ko'paytirsak 0,36, 0,6 ko'paytirsak 0,24, bu ham 0,24, 0,16. Bizdan so'rayotgani heterozigota geniga ega tutqichlar nechta? Demak, 0,24 qo'shamiz 0,24 teng 0,48. Ko'paytiramiz nechtaga? 800 taga. Demak, 0,48 ni ko'paytiraman 800 ga 384. Demak, bahorja. Keyingi masalamiz otlarda yungini uzun bo'lishi dominant. Demak, uzun dominant ekan, kalta bo'lishi retsessiv bo'ladi. Dominant gamazigotalilar otlar resessiv gamazigota chatishtirildi. Demak, dominant gamazigota va resessiv gamazigota bilan chatishtirilganda F1 da olingan avlodning necha foizi gamazigota otlar bo'ladi? Bundan bitta gen tushadi. Bundan bitta gen tushadi. Birlashtirib qo'ysak heterozigota hosil bo'ladi. Demak, bizda dominant gamazigotasi yoki resessiv gamazigotalilar olinmadi. Demak, necha foiz bo'ladi keyin? 0% bo'ladi. Keyingi masalamiz Drosophila miyopashasida qanotlarining kulrang bo'lishi dominant ekan. Demak, kulrang dominant. Endi qora bo'lishi resessiv. Heterozigotalar o'zaro chatishtirilgan ekan. Chatishtirilganda shulardan nechtasi dominant genga drozofila tashkil etadi? O'zaro chatishtirsak, mana bunaqa organizm ikkita bundan, bitta bundan olinadi. Ya'ni bu bilan chatishadi, bu bilan chatishadi. Ya'ni bu bilan chatishganda mana bitta, uni chatishganda bitta hosil bo'ladi. Keyin bu bilan va bu bilan chatishganda jami bundan bitta, bundan ikkita, bundan esa bitta hosil bo'ladi. Shulardan nechtasini dominant genga ega organizmlar tashkil etadi? Demak, umumiysi 4 tamiz 620 ta ekan. Dominant genga egaliklari esa 1, 2 ikkalasi qo'shsak 3. Demak, 3 ni ko'paytiramiz 620 ga, bo'lamiz 4 ga. 4 o'zi 65. Bahor javob. Keyingi masalamiz. Cho'chqalarda terisini kulrang bo'lishi dominant. Demak, kulrang bo'lishi dominant ekan.
Endi oq bo'lishi resessiv ekan. Endi A genining tarqalishi 0,3 0,3. Endi kichkina A tarqalishi esa 0,7, ya'ni ulushga o'tkazib ishlayapmiz. Endi heterozigotaliklar o'zaro chachtirilgan yana. Bundan gameta olsak, katta, kichkina, bundan ham katta, kichkina. Demak, kattasi 0,3 edi. Bu ham 0,3. Bu 0,7. Bu ham 0,7. Bizdan so'raydi ulardan nechtasi dominant gamma zigotali. Dominant gamma zigotali bitta mana shu 0,0 ko'paytirsak 0,9 bo'ladi. Demak, 0,09 ni ko'paytiramiz 9 ga. Teng 81. Bahorjon. Agar heterozigotaliklarni so'raydigan bo'lsa, 0,7 ni 0,3 ga ko'paytirasiz 0,21, bu ham 0,20 ga qo'shsak 0,42 bo'ladi. 0,42 ni ko'paytirasiz 9 ga 378 bo'ladi. Agar shuni so'rasa. Keyingi masalamiz birinchi masala. Odamlarda sochning jingalak bo'lishi, silliq bo'lishi ustidan dominant qilar ekan. Demak, jingalak dominant ekan, silliq resessiv. Sochi jingalak heterozigotalik qiz bilan sochlari silliq yigit o'zaro turmushidan olingan jingalak sochli farzandlarning necha foiz heterozigotali farzandlar tashkil etadi? Demak, buni gameta olamiz. Mana buni necha gameta tushadi? Doim o'xshash kelganlarni bitta gen tushadi. Bu bilan chashilsa bitta va bitta. Jingalak sochlilar nechta? Bitta. O'sha necha foiz? 100%. Yana heterozigotalikni so'rayapti. Yana bu nechta? Bitta. Yana 100%. Qaysi javob? C javob. Keyingi masalamiz olma o'simlik mevasining rangining qizil bo'lishi. Qizil bo'lishi demak dominant ekan, ko'k bo'lishi resessiv. Mevasi qizil olmalar chachtirilganda F1 da qizil va ko'k olmalar olingan ekan. Qizillar o'zaro chachtirilganda ko'k va olmalar olingan. Qizil olmalar chachtirilgan F1 da 150 ta mevasi qizil, 150 ta ko'k olmalar olingan bo'lsa, ota-onaning geni to'pini topish kerak ekan. Demak, ikkalasi ham qizil, bu ikkalasi ham qizil. Lekin ko'k olmalar olinmaydi. Chunki bitta kichkina bo'lish kerak mana bitta. Bu ham chiqib ketadi demak. Bunda qizil deyapti, demak bu ko'k, bu chiqib ketadi. Bu ham chiqib ketadi. Bunisi bu qoladi. Demak, bunda chachirganimizda bu ikkita bundan va bitta bundan olinadi. Demak, haqiqatan ham 150 tasi mevasi qizil, 150 tasi ko'k olmalar olingan bo'lsa, ota-onaning genotipini topishimiz kerak. Endi bu demak buni o'zi bittasi 150 ta, bularni 150 ta, buni uchalasi esa 150 ta ekan. Demak, C javob. Keyingi masalamiz atirgul o'simlik gulining qizil bo'lishi, sariq bo'lishi ustida dominantlik qiladi. Demak, qizili dominant, sariq resessiv. A genining tarqalishi 0,6, kichkinaning tarqalishi esa 0,4. Demak, heterozigotaliklar yana qayta chachirilyapti. Bizdan so'rayotgani 1000 ta olingan o'simlik nechtasi qizil gulli o'simliklar. Demak, bu 0,6 edi, bu ham 0,6, bu 0,4, bu ham 0,4. 0,36, 0,24, 0,24, 0,0. Chunki 0,6 ni ko'paytirib 0,36,
0.6 ko'paytirsa 0.24 bo'ladi. 0.6 ko'paytirsa 0.16 bo'ladi. Bizdan qizillarni so'rayapti. Demak, 0.24 dan 2 ta bor, 0.48 bo'ladi. 0.36 ni qo'shsak 0.84 bo'ladi. 0.84 ni ko'paytiramiz 1000 ga. Teng 840 bo'ladi. Demak, D javob. Keyingi masalamiz. Qushlar bilan shug'ullanuvchi genetik markaziga havaskor qush boquvchi murojaat qilibdi. Havaskor qush boquvchi ara tutqushining yashil patlisini olib keldi va yashil patlilardan oq patli tutlar olish kerakligini aytdi. Genetik markaz olimlari noma'lum organik chachishish natijasida birinchi avlodda oq patlilar tutqushlar olingan bo'lsa, jami qancha tutqushlar olgan? Haqiqatdan ham ikkita organizm ikkalasi qanday ekan? Yashil ekan. Ikkalasi ham yashil. Endi agar bunga katta qo'ysak, bundan katta qo'ysak, oq olinadimi? Olinmaydi. Demak, bunisi xato. Endi bu organizm bilan bu organizm ikkalasi ham yashil, lekin oq patli olinadimi? Olinmaydi. Chunki oq patli bo'lishi uchun ikkita namuna bo'lishi kerak. Demak, bunisi ham xato. Endi mana bunaqa organizmlar chashiramiz endi. Organizm chashirganimizda bu yashil, yashil va oq. Demak, oq patlilar 45 ta ekan. Mana shu 45 ta. Endi demak, bittasi 45 ta bo'lgandan keyin 4 tasi nechta bo'ladi? 180 ta bo'ladi. Bizda yashil patli dominant, oq resessiv edi. Esdan chiqib ketmasin. Demak, javobimiz qaysi ekan? Bahorjon. Keyingi masalamiz. Sarchaqat o'simlikda mevasining tuxumsimon bo'lishi, yapaloq bo'lishi o'zidan dominantlik qilar ekan. Demak, tuxumsimon bo'lishi dominant, yapaloq bo'lishi resessiv. Meva shakli tuxumsimon shakli o'simlik o'zaro chachishligida o'simlik olindi. Ulardan nechtanasi meva shakli tuxumsimon hisoblanadi? Endi meva shakli tuxumsimon o'simlik o'zaro chachishilganda olindi. Ulardan nechtanasi meva shakli tuxumsimon bo'ladi? Ya'ni bunda hozir heterozigotali organizmlar o'zaro chashirilgan. Demak, bu ikkita bundan, bitta bundan olinadi. Demak, 4 tasi 720 ta, 3 tasi tuxumsimon bo'ladi. Bu ikkita, bu bitta. Ikkalasi yig'indisi 3 bo'ladi. Bunisi esa qanaqa bo'ladi? Yapaloq bo'ladi. Bu esa tuxumsimon bo'ladi. Demak, 3 ni ko'paytiramiz 720 ga. Bo'lamiz 4 ga. 540. Agar unaqa organizmlarni chachtirsangiz chiqmaydi. Bu xato. Bunisi esa to'g'ri. Keyingi masalamiz. Mushuklar terisining rangi toshbaqa rangda bo'lishi. Toshbaqa rang. Dominant ekan, kul rang. Resessiv. Tajribada heterozigotalilar chachtirilgan. F1da toshbaqa rangli mushuklarni necha foizi heterozigotik rangiga ega emas? Demak, bu olinardi, to'g'rimi? Bizda endi toshbaqa ranglilar nechta? 3 ta. 3 tasi necha foiz? 100%. Bu hisobga olmaymiz buni. Faqat toshbaqa rangni so'rayapti. Bu esa kul rang bo'ladi. Necha foizi heterozigotik rangiga ega emas? Bittasi heterozigotik rangiga ega emas. 33.3 bo'ladi. Deycha. Bu masalalarning PDF shakli bizning Telegram manzilimizda mavjud. O'zingiz agar mustaqil ishlamoqchi bo'lsangiz, qolgan masalalarni Telegram manzilimizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi video darslarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizning YouTube kanalimizga, Telegram manzilimizga obuna bo'lishni unutmang.